15 yoshli kapitan fransuz yozuvchisi Jules Verne qalamiga mansub sarguzasht roman. Asrlar osha qo'ldan qo'ymay o'qib kelinayotgan mazkur asarda 15 yoshli kapitan Diksentning bir-biridan qiziqarli sarguzashtlari qalamga olinadi. Jumladan, Janubiy Afrikada kechgan xunrezliklar, qullar savdosi bilan bog'liq ayanchli voqealar, turli xatarlarga qolgan kapitan Dik va sayohatchi do'stlari, xizmatchisi Gerkules, Missis Uilden va uning kichik o'g'li Jek, hayolparast olim tog'aning boshidan kechirganlari haqida hikoya qilinadi. Romanda kit bilan bo'lgan jang natijasida butun ekipaji halok bo'lgan Amerikaning kit ovlovchi Piligrim kemasi yo'lovchilarining sarguzashtlari ham mahorat bilan tasvirlangan. Aziz kitobxon, ushbu sarguzasht romanni o'qish jarayonida yosh bo'lsa-da dushman yuziga tik boqa olgan Dikning muvaffaqiyatga qanday erishgani haqida bilib olasiz degan umiddamiz. Va albatta asar davomi sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, ushbu sarguzasht asarni o'qib chiqishingizga tavsiya etamiz.